Qadimgi Eron tarixi haqida murojaat qiladigan bo'lsak, o'sha tarix fani otasi sifatida mashhur bo'lgan Gerodot Eron haqida juda ko'p ma'lumotlar yozib qoldirdi. Hatto aytish mumkinki, Gerodotni mana shu tarix fani otasi bo'lib shakllanishida, tarix faniga qiziqishini uyg'onishida qaysidir ma'noda Eron sababchi desak ham bo'ladi. Chunki mana shu aynan qadimgi Eron Ahamonilari davlatining Kichik Osiyo hududlariga yurishlari va bu yurishlarning Bolqon hududlariga o'tib ketishi va natijada o'sha Yunon dunyosi bilan Ellin dunyosi bilan Fors o'rtasidagi qadimgi davrdagi Yunon-Fors urushlari sabab Gerodot mana shu urushlar sababini o'rganishga qiziqadi. Chunki Gerodotni tug'iliboq o'sha o'smirlik davrida ko'rgani urush bo'ldi. Chunki bilamizki, Yunon-Fors urushlari qadimgi davrdagi 43 yil davom etgandi. Ikkinchi mashhur tarixchi bu Sitsiliyalik Diodorning tarixiy kutubxonasi asari. Unda ham Yunon tarixining katta qismi Fors tarixiga o'sha uyg'un qismlari tasvir etilgan. Uchinchi mashhur tarixchimiz bu Ksenofont hisoblanadi. Uning Yunoniston tarixi asarida ham bevosita mana shu Fors xalqlari, qadimiy Sharq xalqlari, qadimiy o'sha Ahamoniylar davlati tarixi haqida ma'lumotlar keladi. Yana bir muhim manba bu Fukididning Peloponnez urushi kitobi hisoblanadi. Agar tarixiy manbalar va tarixchilar nuqtai nazaridan qaralsa, Fukidid bularga nisbatan tarixga analitik, tahliliy yondashgan, sabab va oqibatlarini tahlil qilib yozgan tarix sifatida ma'lum bo'lib, aynan Fukididning asarlarida men yuqorida alohida ta'kidlaganimdek, Peloponnez urushlari vaqtida, ya'ni Sparta va Afina boshchiligidagi katta Ellin dunyosi urushlari vaqtida bevosita Eronning aralashuvi o'sha mintaqada urushning haroratiga, urushning xarakteriga ta'sirlari haqidagi fikrlarni biz aynan Fukididning Peloponnez urushi tarixiga bag'ishlangan asari orqali bilib olamiz.